Otaxon ertalab kelibdi-da, bolalarni uyg'otib, "Bolalar turinglar" debdi. "Ha, ho'kizimiz o'g'irlab ketishdi" debdi. Keyin shab choponlarni kiyib molxonaga borsak, ho'kiz yo'q ekan. Ota gap boshlabdi. "Ho'kiz yo'q" debdi. Katta o'g'li logistika davom ettirar ekanda, ular mantiqiy. Katta o'g'lim bunday qarabdi-da, "Shu yerda devor buzildi" debdi. "O'g'ri demak devordan olib chiqqan" debdi. O'rtanchi o'g'li "Devor buzilgan, bu qishloqqa qarab buzilgan. Demak, o'g'ri ana shu qishloqdan bo'lishi kerak. Chunki bu yoqdan bo'lganda bu yoqqa qarab buzar" dedi. Keyin kichkinasi aytsin-da, o'ylab, "Agar" debdi, "u qishloqdan o'g'ri bo'lsa, o'zi yoqda bitta qilay o'g'ri bor" debdi, "Ana shu o'g'irlagan. Ketdik" debdi. Borishibdi, tars-tars eshik taqillatishdi. Sahar payt, bomdod payt, hali shu oshib chiqibdi kiyinib. "Ha, akalar, tinchlikmi" desa, "Ho'kizni qaytarg'alay" debdi. "Qanaqa ho'kiz, men nechasi xabarim yo'q, ho'kiz bekor aytsin. Nimaga aslanib aytyapsan" desa, "Shu ho'kiz yo'q, ertalab tursak, devor bunaqasiga buzilgan. Sizlar qishloqlarni faqat sen o'g'risan-ku" debdi. Debdi, logistika bitta gapni davom ettirib bitta odamni tuhmat qilmaylar unaqa dedi. "Hozir oldiga boramiz" dedi. Qozini oldiga bordi. Qozi ham eshitib turib, "Xafa bo'lmang-ku, bova" debdi. "Bir g'alatiroq oila ekansiz" debdi. "Nimaga" desa, "Gapni ikkinchisiga uloq hukm qilib bo'lmaydi-ku" debdi. "Biz biron marta adashmaganmiz" debdi otaxon. Keyin turib, "Mayli, bitta priyom qilsam ketadi bo'lar" debdi-da. "Bo'pti otaxon, men hozirda qora qutini ichida bir narsani yashirib olib kiraman. Shuni topsangiz, keyin bir o'ylashib ko'ramiz" dedi. O'sha zakovat olib keladi, o'sha qora quti o'sha. Bu tashqariga chiqdi-da, qora qutini ichiga katta bir apelsin solibdi-da, olib kelibdi, shunday qo'yibdi. Keyin otaxon gap boshlabdi. "Quti to'ruvchi ekan" debdi. Katta o'g'il aytdi, "To'ruvchi bo'lsa, demak ichidagi narsa yumaloq bo'ladi" debdi. O'rtanchisi aytdi, "Yumaloq bo'lsa, demak bu narsaning rangi ko'pincha sariq bo'ladi" debdi. Kichkinasi o'ylab turib, "Yumaloq sariq nima bo'lishi mumkin? Apelsin-ku" debdi. Hali qozi "Ho'kizni qaytarg'alay" deyapti.